Bugun meni qabulimga 70 yoshdagi onaxon keldi. Telefon orqali mana shu Instagramdan ko'rib kelyapti. Ko'zda katarakta degan kasallik 10 yildan buyon bor. Bu katarakta yetilib o'tib ketgan. Natijada endi asorat berib qolgan. Buni men hozir mana bu gavharni tuzilishidan tushuntiraman. Gavhar normada mana bu sin boylamlari bilan ko'zga xaltachani ichida birikib turadi. Agar bu o'tib ketsa, bu sin boylamlari mustahkamligi yo'qolib, gavhar qimirlab qoladi. Bunda operatsiya qilinsa, turli xil asoratlar bilan kechadi. Ya'ni bu gavharni xaltasi bilan yirtilib ketishi mumkin yoki shishasimon tana oldinga chiqib ketishi mumkin va natijada operatsiyamiz biz kutgan natija bermaydi. Shuning uchun yana oldin ham shu video qilib chiqqanman, yana qaytarib aytaman. Aziz otaxon va onaxonlar, ko'zingiz xiralashdimi, gavharingiz xiralashdimi, vaqtida murojaat qiling. Sizdagi jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli o'tadi.